Assalomu alaykum do'stlar. Xullas, baland parvoz gaplar gapirmaymiz. Bizani bugun ishimizda Damas avtomobili do'stlar. Bu avtomobiliga biz to'liq injektor sistemani qoplab berganmiz. Polni mashinamiz elektron sistemaga o'tkazilgan. Karburator, tramblyor, babina, suv tegsa o'chib qoladigan babinalar olib tashlangan. Elektron ventilyatorlar bilan jihozlab berdik. O'zini eski paragini yo'qotib yubordik o'tgan. Mashinamiz polni elektron sistemada injektorlar qoplangan bo'ladi. Mashinamiz yurganda rasxodni tejashni o'ylaydi. Miyalari bo'ladi. Xo'jayinimga, egamga ozor bermay, pulini tejaydigan maqsadda mashina ham shu narsani o'ylab qoladi, oka. O'shaning uchun mashinalar aqlli bo'ladi. Mashinani proshivka, diagnostika qilsanglar bo'ladi. Konditsioner o'rnatsanglar bo'ladi. Konditsioner o'rnatganlardan keyin saraton issiqlarda ham maza qilib salqin bo'lib yurasizlar. Akalar, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sifatli xizmatlar, garantiyalar bilan o'zimizga, proyekt jamoasiga murojaat qilsanglar, mana shunaqa ishlarni chiroyli, sifatli va 1 yil kafolati bilan bitirib beraman. Qani, kelaverasizlar, quyidagi telefonlarga murojaat qilaverasizlar. Proyekt Damas!